Xolimat aka 1949-yil 1-oktyabrda Gurlan tumanidagi Oqqum qishlog'ida o'qituvchilar oilasida tavallud topgan. O'rta maktabni Hamza nomli maktabida 8-sinfgacha o'qib, so'ngra Gurlan tumanidagi avvalgi Kirov, hozirda Bobur maktabini tamomlagan. 1966-yilda maktabni imtiyozli tamomlab, Samarqand davlat meditsina tibbiyot oliygohiga o'qishga kirib, 1972-yilda imtiyozli tugatib, shu yili Gurlan tuman Vazir qishloq shifoxonasida vrach-pediatr bo'lib ishlashdan boshladi. 1973-yilda tuman bolalar shifoxonasiga pediatr vrach bo'lib ishlashga tayinlangan. Xolimat aka o'z ishining bilimdoni sifatida tezda xalq va hamkasblar orasida namunali vrach sifatida 1979-yilgacha ishlagan. O'zining tirishqoqligi, kasbiga mehr-muruvvatini hisobga olib, Xolimat akani 1979-yil tuman markaziy shifoxonasining onalik va bolalikni muhofaza qilish bo'yicha bosh shifokor muovini vazifasiga ishga tayinlagan. 1987-yilda Xolimat aka Ukrainada tibbiyot sohasidagi bilimini oshirib kelgan. 1993-yil tuman markaziy shifoxonasining reanimatsiya bo'limida bo'lim mudiri bo'lib ishlagan. Xolimat akaga qaysi vazifa yuklatilmasin, o'z ishini sidqidildan bajargan va ish faoliyatida bir qancha medal va faxriy yorliqlar bilan taqdirlangan. Xolimat aka eng baxtli namunali xonadon sohibi edi. U turmush o'rtog'i Zulfiya opa Kamolova bilan 1975-yil turmush qurib, 4 nafar farzandni oq yuvib, oq tarab, jamiyatimizga munosib insonlar qilib tarbiyaladi. Katta qizi Maqsuda Sultonova akusherka, Xurshida Sultonova 9-son bolalar musiqa maktabida o'qituvchi. Xushnud Sultonov otasi izidan borib, hozirda markaziy shifoxonada bemorlarga shoshilinch xizmat ko'rsatish bo'yicha xirurg shifokor. Oybek Sultonov harbiy soha yuzasidan Izrail Respublikasida oilasi bilan birgalikda xizmat safarida. Umri mobaynida bolalar shifokori bo'lib ishlagan Xolimat Sultonov bu sharafli kasbi orqali minglab bolalarning dardiga shifo baxsh etdi. Uning mehribon qo'llari, sabr-toqati va bilimdonligi tufayli ko'plab kichkintoylar og'ir kasalliklardan sog'aydi, hayotga qaytdi. Taqdirning ojizligi oldida hech kim mudom tura olmaydi. Bolalar shifokorligini hayot maqsadi deb bilgan, butun umrini inson salomatligi yo'lida fidokorona bag'ishlagan Xolimat Sultonov 2008-yil 9-iyun kuni olamdan ko'z yumdi. Uning vafoti nafaqat oila a'zolari va yaqinlari, balki uning do'st birodarlari uchun ham beqiyos yo'qotish bo'ldi. Xolimat Sultonovning nomi va fidokorona xizmatlari el xalq yodida abadiy muhrlandi. Xolimat Sultonovning insonparvarligi, kasbiga sadoqati va vatanga xizmat qilishdek oliyjanob fazilatlari alohida e'tirof etiladi. Xolimat Sultonovning insoniy fazilatlari, mehr-shafqati va o'z kasbiga bo'lgan yuksak sadoqati xotiralarda abadiy saqlanib qoladi.